Assalomu alaykum, Dilfuza Mahmurovna. Nutritsiolog sifatida shunaqa holatlar bo'ladiki, odam kundalik ichimliklarni tanlashda o'ylanib qoladi. Shu borada Gana ichimliklariga munosabatingiz qanday? Va alaykum assalom, Umidaxon. Hozirgi paytda umuman ijtimoiy tarmoqda funksional ichimliklar degan ichimliklar mavzusi bu ommalashmoqda. Gana mahsulotlarining funksional ichimliklari bu alohida emas. Meni fikrim juda ham ijobiy, chunki bu yerda ham energiya beruvchi, ham minerallarga to'yintiruvchi, ham makro mikro elementlar, hattoki to'ymagan yog' kislotalarga boy bo'lgan funksional ichimliklar. Shuning uchun ham bu kundalik hayotimizga zarur va shart deb o'ylayman. Alohida funksional ichimlik ichgandan ko'ra bitta funksional ichimlikning ichida hammasi jamlangan bo'lsa, bu nur ustiga a'lo nur bo'ladi, ham iqtisodiy jihatdan, ham tananing salomatligi jihatdan. Rahmat javobingiz uchun. Bu ichimliklar muayyan holat uchunmi yoki doimiy iste'molga ham mosmi? Aynan bu ichimliklar doimiy iste'mol uchun juda ham ma'qul, sog'lom yashashni maqsad qilgan insonlar uchun deb o'ylayman. Hech bo'lmasa dasturxonda o'sha funksional ichimlikning bittasi bo'lishi.